Bugun sizlar bilan Hay dasturxoni uchun o'zgacha ko'rinishga ega bo'lgan, trend bo'lishga ulgurgan popkorn chakchak tayyorlaymiz. 2 dona butun tuxum va 2 dona tuxum sarig'i, yarim choy qoshiq tuz va yarim choy qoshiq razrixlitr solib, venchikda yaxshilab aralashtiramiz. Ketidan 260 gram unni elab, xamirimizni qorib olamiz. Selofan paketga o'rab, yarim soat davomida tindiramiz. Ungacha esa qiyom tayyorlaymiz. 300 gram shakar va 200 mg suv solib qaynatamiz. Qaynab chiqqandan keyin bir bo'lak limon solib, yana 15-20 minut o'rta olovda qaynatamiz. Tayyor bo'lganini so'q suvga tomizib, tekshirib olamiz. Ketidan 200 gram asal solib, yana 5 minut qaynatib, tagini o'chiramiz. Bunga xamirimizni o'rta qalinlikda yoyamiz. Shunaqa lentalar kesib, xuddi mampardek mayda qilib to'g'rab olamiz. Ozroq un sepib, qo'limiz bilan dumaloq shakl beramiz. Sizigan yog'ga birin-ketin solib, pishirib olamiz. Xuddi popkorndek ustiga suzib chiqadi. Bir xil qizarishi uchun esa ora-orada aralashtirib turamiz. Pishgan chakchak xamirlar ustidan qiyomimizni quyib, xohishga ko'ra bitta katta qolipga yoki bo'lmasa, qo'llarimizni ozroq namlab, dumaloq shakl berib, porsiyali qilib tayyorlasangiz ham bo'ladi. Ustiga esa eritilgan shokolad va kokosov strushkadan foydalandim. Hay dasturxoniga o'zgacha bezak beradi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring.